Bu videoda quyidagi mavzular asosida Python asoslarini ko'rib chiqishga va o'rganishga harakat ko'ramiz. Boshlaydigan bo'lsak, birinchi print funksiyasidan boshlaymiz. Pythonda print funksiyasi barcha dasturlash tilida bo'lgani kabi chop etish funksiyasi hisoblanadi. Print istalgan matnni berib yuborsak, bizga uni chop etib qaytarib beradi. Uning ichiga son ham berib yuborishimiz mumkin. Tiplar farq qilmaydi. Print funksiyasini o'zini bir nechta sep parametrlari mavjud, ya'ni qo'shimcha parametrlari bor. Ulardan ba'zilarini ko'radigan bo'lsak, misol uchun print funksiyasining ichiga nafaqat bitta, balkim ikkita tekstdan berib yuborishimiz mumkin, vergul bilan ajratib. Agar vergul bilan ajratib bersak, u ikkala tekst o'rtasida ozgina bo'sh joy qoladi va ikkalasini ham chiqarib chop etib beradi. Bundan tashqari sep funksiyasi bor, printning o'zining ichida parametr uni. O'sha sep parametrini yozib turib, uning ichiga ham istalgan bir simbol yoki tekst berib yuboradigan bo'lsak, undan avval yozilgan tekstlar o'rtasidagi vergullarni o'rniga, ya'ni o'sha boyagi bo'sh joy qoldirgan joyimiz bo'ladi-ku, o'shani o'rniga o'sha belgini qo'yib beradi. Ya'ni bu yerda ilhom.gmail.com deb funksiyani ichiga berib yuborgan bo'lsak, sep parametr desa kuchukcha belgisi quyidagicha ko'rinishda chiqadi. Bu yerda o'zgaruvchilar xohlagancha bo'lishi mumkin. Sep parametriga berilgan simbol o'sha element esa vergullar o'rniga tushadi. Print funksiyasining yana bir parametri bu end parametr hisoblanadi. Bu o'sha biz yozgan tekstning oxiriga joylashtirish uchun xizmat qiladi. Quyidagicha ko'rinish hosil bo'ladi. Boshqa dasturlash tillarida bo'lgani kabi Pythonda ham kommentlar, ya'ni izohlar qoldirish mumkin. Bu so'tka belgisi orqali amalga oshiriladi. Ya'ni Python interpretatori bu yozgan so'zingizni, gapingizni o'qimaydi, kod sifatida qaramaydi. Barcha dasturlash tillarida asosiy 4 ta ma'lumot turlari mavjud. Bular string, integer, ya'ni int, integer, float, ya'ni haqiqiy sonlar yoki qoldiqli sonlar, bool, bu boolean, ya'ni true yoki false qaytaradigan ma'lumot turlari. Barcha matnlar bu string ma'lumot turi hisoblanadi. Barcha butun sonlar integer ma'lumot turi hisoblanadi. Barcha qoldiqli, ya'ni haqiqiy bo'lgan sonlar esa float ma'lumot turi hisoblanadi. False yoki true qaytaradigan ma'lumot turlari esa bular boolean deyiladi. Qisqartirib bool sifatida ko'rsatiladi Pythonda. Bundan tashqari strukturalangan ma'lumot turlari ham mavjud. Bular listlar, tuplelar, dictionary, ya'ni lug'atlar, setlar. Bular haqida har birini alohida ko'rib chiqamiz. Shuning uchun hozir to'xtalib o'tirmayman. Bundan tashqari boshqa nisbatan ixtisoslashgan dasturlar yoki muammolarni yechish uchun ishlatiladigan ma'lumot turlari ham mavjud. Misol sifatida complex, bytes, byte array kabi ma'lumot turlarini aytish mumkin. O'zgaruvchilar, o'zgaruvchi o'z nomi bilan qiymati o'zgarib turadigan narsa hisoblanadi. Misol sifatida name bu yerda o'zgaruvchi hisoblanadi va uning qiymati Azizga teng. Agar Azizni Sardor shaklida o'zgartirib kodni qayta ishlatsam, endi name Sardorga teng bo'ladi. Bu bitta funksiyamizni bir nechta o'zgaruvchi uchun ishlatishimizga imkon beradi. Biz o'zgaruvchilarimiz turli xil tiplarda bo'lishi mumkin. Bu int yoki string, umuman ahamiyatsiz. Pythonda arifmetik amallar va operatorlar, biz bilgan matematikadagi barcha arifmetik amallar Pythonda mavjud. Bundan tashqari qo'shimcha imkoniyatlar ham bor. Ya'ni agar biz oddiy bo'lishdan foydalansak, ya'ni quyidagicha yozib oddiy bo'lishdan foydalansak, bu bizga float, ya'ni haqiqiy natijani qaytaradi. Ya'ni 10 ni 5 ga bo'lsak 2,0, shuning uchun 2,0 chiqaradi. Ya'ni qoldig'i 0. Agar biz foiz belgisi bilan qaysidir sonni bo'lsak, bu bizga faqat qoldiqni o'zini qaytaradi. Misol uchun 11 ni 5 ga bo'lganimizda qoldiq 1 bo'ladi va bu yerda ko'rishingiz mumkin, bir natija qaytargan. Agar bizga qaysidir sonni bo'lganda u float tipida emas, int tipida, ya'ni butun son bo'lib qaytishni xohlasak, faqat butun qismini olishni xohlasak, bunda 2 bo'lishdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari biror sonni darajaga oshirish uchun esa 2 yulduzcha qo'yishimiz kerak bo'ladi. Taqqoslash operatorlari ham xuddi biz bilgan matematikadagi kabi katta belgisi, kichik belgisi, katta yoki teng ma'nosini anglatadi. Kichik yoki teng, ya'ni 18 10 dan kichik va tengmi degan izohni berishi mumkin. Teng esa
bu tengmi degan shartni tekshirish uchun ishlatiladi. Undov va teng bu teskarisini, ya'ni teng emasmi degan shart bilan tekshirish kerak bo'ladi. Buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, bu yerda true va false javoblar qaytganini ko'rishingiz mumkin. Buni sababi bularning natijalari to'g'ri yoki yo'qligini tekshiradi, ya'ni boolean tipida qaytadi javob, ya'ni 18 10dan kattami? Ha bo'lsa true, yo'q bo'lsa false bo'ladi. Bu yerda javob true, demak 18 10dan katta. 18 10 ga tengmi? Agar 18 10 ga teng bo'lsa true, yo'q bo'lsa false bo'ladi va shuning uchun mana false javob qaytgan. Conditional, ya'ni shart operatorlari, shorthand, case, switch bilan tanishamiz. E'tibor bergan bo'lsak, biz o'zgaruvchini oldindan o'zimiz nomini berib va uni qiymatini ham oldindan o'zimiz berayotgandik. Ya'ni bu yerda qiymatni kiritayotgandik. Amaliy dasturlarda esa bu unday bo'lmaydi. Ya'ni siz foydalanuvchidan uni ma'lumotlarini so'raysiz va o'sha ma'lumotni foydalanuvchi klaviatura orqali kiritib beradi, ya'ni input orqali kiritib beradi sizga va o'sha ma'lumotga siz ishlov berasiz yoki o'sha ma'lumot asosida dasturingiz nimadir vazifa bajaradi va foydalanuvchidan ma'lumotini olish uchun Pythonda input funksiyasi mavjud. Input funksiyasini yozgandan keyin uni ichiga qandaydir matn ham berib yuborish mumkin. Bu matn foydalanuvchidan nimani so'rayotganimizni bildirish maqsadida yoziladi, ammo yozilmasa ham bo'ladi. Yozilmagan tartibda shunchaki terminal klaviaturadan yozishingizni turadi. Ya'ni nima yozishingiz kerakligini anglatish uchun, foydalanuvchiga yordam berish uchun quyidagicha kiritish mumkin. Va ushbu inputni int kalt so'zi bilan qoplab olingan. Buni sababi foydalanuvchidan input orqali olingan har qanday ma'lumot string typeida, ya'ni string turida, matn turida deb qabul qilinadi. Hatto u son bo'lsa ham. Bizga esa foydalanuvchidan turli xil turdagi ma'lumotlarni olish kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun, biz foydalanuvchining yoshini so'raganimizda u albatta son kiritadi va biz uni yoshi ustida, ya'ni sonli hisob-kitoblarni amalga oshirishimiz kerak bo'lishi mumkin. Biz uni, ya'ni stringni int type'iga o'tkazib olishimiz uchun int kalt so'zidan foydalanamiz. Shunda birinchi navbatda input foydalanuvchidan qiymat kutadi. Ushbu qiymatni foydalanuvchi kiritadi. U string type'ida bo'ladi va bir turdan ikkinchi turga int kalt so'zi orqali o'tadi. Hech o'zgaruvchimiz son qiymatiga, ya'ni int tipiga ega bo'ladi. Tushundingiz degan umiddaman. Shart operatorlari esa if va else hisoblanadi. Bundan tashqari if va elseni birlashtirgan holatda qo'shimcha elif shart operatori ham mavjud. Buni hozir qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Avval shart beriladi, ya'ni if agar degan ma'noda, agar yosh, ya'ni foydalanuvchi bizga bergan yosh o'zgaruvchisi katta yoki teng bo'lsa 18 ga va operatori mantiqiy operator deyiladi. Bu holatda va yozilganda ikki tomondagi shart ham, ya'ni bu shart ham qanoatlantirishi kerak. Va yosh 60 dan kichik bo'lganda quyidagi kod qismi bajariladi. Ya'ni ifni ichiga kirgan kod bloki bajariladi. Agar bu kod bloki bajarilmasa, ya'ni yoshi 18 dan katta yoki 18 ga teng, ya'ni yoshi misol uchun 18 dan kichkina bo'lsa, bu bajarilmaydi va elifga o'tadi. Elif endi o'zini sharti bilan tekshiradi, ya'ni yosh 60 ga tengmi deydi. Agar 60 ga teng bo'lsa, quyidagi qism bajariladi. Ya'ni elifga tegishli kod bloki bajariladi. Agar bu ham bo'lmasa, bu shartni tekshiradi. Agar 60 ga teng bo'lsa, bu shart bajariladi va shu joyda dastur tugaydi. Agar tepadagi shartlarning hech qaysisi bajarilmasa, aks holda else bajariladi. Ya'ni if agar bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'lsin. Else agar hech qaysi shart bajarilmaganda quyidagicha narsa chiqsin degan ma'noda. Kodni ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana yoshingizni kiriting. Bu biz inputda berganimiz. Inputni esa o'zimiz kiritamiz. Misol uchun, men 10 yoshni kiritaman va enterni bosish kerak bo'ladi. Enterni bosganda siz meni ukam bilan tengqur ekansiz degan yozuv chiqdi. Bu siz, demak bizni yoshimiz 13 dan kichkina. Endi Pythonda shorthand degan narsa bor. Bu faqat elifsiz, ya'ni faqat if va else bilan ishlatilgan taqdirda shunday shorthandlardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu kodni qisqartirish yoki chiroyliroq yozish, mazmunliroq yozishga yordam beradi. Ya'ni bir qatorda if va elsedan foydalanish deb tushunsanglar bo'ladi.
bu kodni ishlatib ko'radigan bo'lsak, bizda ikkita o'zgaruvchi kiritishimiz kerak. Ya'ni a son va b son. Ular butun sonlar bo'lishi kerak. Mana int butun son. Bunda misol uchun 4 kiritaman a ga, ikkinchisiga 7 kiritaman b ga. Enterni bosib ketyapman. Menga xayr chiqdi. Bu shorthandni yozilishi avval ifdagi shartning natijasi, ya'ni print salom, avval natija yoziladi. Mana shu natija bo'lishi kerak. Agar a bga teng bo'lsa, ya'ni a son b songa teng bo'lsa, salom degan so'z chop etilishi kerak. Aks holda xayr degan so'z chop etilishi kerak. 4 7 ga teng emas, shuning uchun xayr degan so'z chiqdi. Bundan tashqari if else ga o'xshagan yana bir narsa bor, bu switch case deyiladi. Switch case ham deyarli if else ga o'xshagan bir xil narsa. Bu yerda ham rang o'zgaruvchisini olmoqdamiz. Endi e'tibor bergan bo'lsanglar, boyagi int emas, str, ya'ni biz string typeida qabul qilmoqchimiz. Endi match kal so'zdan foydalanib case boshlanadi va o'zgaruvchi, ya'ni shu o'zgaruvchi caselarda berilgan qiymatlarga teng bo'lganda uni ichidagi blok bajariladi. Misol uchun bu birinchi case, misol javascript lang teng javascriptmi deb tekshiradi. Ya'ni lang javascriptga tengmi deydi. Agar ha bo'lsa, quyidagi blok bajariladi. Agar Pythonga teng bo'lsa, quyidagi blok bajariladi. Misol uchun Pythonga teng bo'ldi, quyidagi blok bajariladi va qolgan kodning qismi bajarilmaydi, bo'ldi, o'z holicha qoladi, dastur tugaydi. Bu yerda else ga o'xshagan belgi ham mavjud. Shunchaki casedan keyin past chiziqcha qo'yiladi va ikki nuqtadan keyin nima bo'lishi kerakligi yoziladi. Bu kodni ham ishlatib ko'radigan bo'lsak, so'rayapti, dasturlash tilini kiriting. Misol uchun men Python deb kiritaman. Siz data scientesiz deb chiqardi. Keyingi ko'rib chiqadiganimiz bu loops, sikl operatorlari, ya'ni sikllar. Biz bir kod blokini bir necha marta ishlatmoqchi bo'lsak, ya'ni bir necha marta bir amalni bajarishimiz kerak bo'lsa, sikllarni ishlatamiz. Masalan, 0 dan 4 gacha bo'lgan sonlarni chop etadigan dastur yozishim kerak. Ammo milliongacha son yozmoqchiman. Bu holatlarda mening ishim juda ko'payib ketadi va juda ko'p resurs ham talab qiladi. Bu payti menga sikllar yordam beradi. Sikl operatorlari bu while va for hisoblanadi. Birinchi ko'rib chiqadiganimiz while sikl operatori ishlash mexanizmi quyidagicha. Avval count sifatida bitta o'zgaruvchi yaratib olingan bu kodda va uni qiymati 0 ga tenglangan. Va while kal so'zi orqali sikl boshlanyapti. Count, ya'ni oldindan yaratilgan o'zgaruvchimiz bu 0 ga teng va shart berilyapti. Shuni on qilamiz. Shart berilyapti. Countimiz, ya'ni o'zgaruvchimiz undan kichik bo'lsa, quyidagi kod blok, ya'ni whilening ichidagi kod bloki bajariladi. Aks holda bajarilmaydi. Ya'ni shart tekshirilyapti bu yerda boyagidek. Count undan kichikmi? 0, demak, kichik. Demak, kod bloki bajarilyapti. Print count. Buni countni qiymatini chop etilyapti. Bu holda 0 chiqadi. Keyin count kilus teng belgisi va 1. Bu degani o'sha countga, ya'ni 0 ga 1 ni qo'sh degani. 0 ga 1 ni qo'shsak 1 bo'ladi va countimiz qiymati avtomatik 1 ga teng bo'lib qoladi. Chunki unga 1 ni qo'shdik. Keyin yana sikl aylanadi. Endi countimiz qiymati 1. 1 undan kichkinami? Yana shart tekshiradi. Ha, kichkina. Demak, 1 ni chop qilinadi-da, orqasidan yana unga 1 qo'shiladi. Endi buni qiymati 2 ga teng. 2 undan kichkinami? Ha, yana chop qilinadi-da, yana 1 qo'shiladi. Shunday qo'shilib ketaveradi va 9 ham bo'lgandan keyin 10 bo'ladi. Unga 1 qo'shilganda va 10 undan kichkinami? Yo'q. Bajarilmaydi va bo'ldi. Kod blok shu yerda to'xtadi, avtomatik sikldan chiqib ketadi. Va bu kodni yuritadigan bo'lsak, bizga quyidagicha natijani beradi. Va biz boya aytgan muammoni ham shu yo'sinda hal qilishimiz mumkin. Ya'ni biz misol uchun 0 dan 100 gacha son yozmoqchi bo'lsak, 0 dan 99 gacha son yozmoqchi bo'lsak, shunchaki 100 marta print deb yozishimiz shart bo'lmaydi. Ataga shu 4 qator kod bilan bu muammoni hal qilsak bo'ladi. Bundan tashqari for sikl operatori ham mavjud. Uni yozilish strukturasi quyidagicha: for ya'ni o'sha teng bo'ladigan in range funksiyasiga necha marta sikl aylanish kerakligini aytish kerak. Misol uchun 10 marta sikl aylansin,
i'ni qiymati esa o'sha har bir sikllanganda, misol uchun birinchi sikl, ikkinchi sikl ana shu 1, 2, 3 i'ga teng bo'lib boradi va o'sha i'ni biz chop qilyapmiz. Dasturlashda sanash 1, 2, 3 sifatida emas, balkim 0, 1, 2, 3, 4 sifatida bo'ladi va shunday davom etadi. Shuning uchun natijasi 0, 0, 1, 2 sifatida chiqadi. Umumiy hisobda 10 ta element bo'lishi mumkin, lekin sanash 0 dan boshlanadi. Bundan tashqari biz hozir bu yerda faqat sonlarni chop qildik, ammo biz bitta matnni bir necha marta chop qilmoqchi bo'lsak-chi, bir matnni bir necha marta yozmoqchi bo'lsak ham sikl operatorlaridan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun Python bu dasturlash tili degan matnni 10 marta chop qilganimni ko'rishingiz mumkin. Buning uchun 10 ta print yozib chiqish kerak va 10 ta xuddi shu matnni yozish kerak bo'lardi. Ammo ikki qator kod bilan buni hal qilish mumkin. Endi ko'rib chiqadigan narsamiz bu string, ya'ni matnlar, string typeidagi tekstlar. Bizda quyidagicha o'zgaruvchilar va ularga tegishli stringlar mavjud. Tenglashtirib oldim. Endi quyidagi stringlarni chop etib ko'rsak, Pythonda qo'sh tirnoq ichida yozilgan har qanday narsa bu string sifatida qabul qilinadi. Biz o'z matnimizda bir qo'sh tirnoqdan ham foydalanishimiz mumkin, ammo agar o'zbek tilida matn yozayotgan bo'lsak, bizda u, g'i kabi manday ustuq belgilarini qo'yadigan holatlar ko'p uchraydi. Shuning uchun agar misol uchun Wordda bu yerda bir qo'sh tirnoqdan foydalansam, bu xatolik beradi. Bunday xatolikni oldini olish uchun esa, ya'ni siz matningizda aniq bilasiz, bir qo'sh tirnoqdan foydalanasiz. Ammo string typeida nimadir o'zgaruvchi saqlashingiz kerak. O'sha payt ikki qo'sh tirnoqdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bunda bir qo'sh tirnoq bu shunchaki simvol sifatida qaraladi, ikki qo'sh tirnoq esa umumiy stringni anglatish imkonini beradi. Bu natijalarga qarasak, to'lig'icha hech qanday xatosi chiqqan, bir qo'sh tirnoq bo'lsa ham ichida. Ikkinchisida xuddi shunday bir qo'sh tirnoq bilan ishlayapti. Buning ichida ikki qo'sh tirnoq yoki bir qo'sh tirnoq ishlata olmaysiz. Ikki qo'sh tirnoq ham mavjud. Bu tekst qanday ko'rinishda bo'lsa, ya'ni bu yerda e'tibor bersangiz, bitta pastga tushsangiz, ya'ni xatolik beradi. Ya'ni enter emas, faqat bir qatorda yozilishi kerak stringlar, bir qo'sh tirnoq va ikki qo'sh tirnoqda. Uch qo'sh tirnoqda esa enter orqali pastga tushish ham mumkin bo'ladi. Ya'ni buni boshi mana bu yerda. Bundan tashqari ikkita stringni, alohida stringni qo'shish belgisi orqali bitta string hosil qilish mumkin va ko'paytirish belgisi orqali alohida bir stringni bir necha marta yozish mumkin. Xuddi boyagi for siklimizga o'xshab, ya'ni ko'paytirasiz, aynan mana shu tekstdan ko'payadi. 3 marta yoziladi. Bundan tashqari biz stringdan, misol uchun ma'lum bir tekst bor bizda, string degan o'zgaruvchimizda va o'sha matndan o'zimiz xohlagan qismni, ya'ni o'zimiz xohlagancha simvolni qirqib olishimiz mumkin, ya'ni kesib olishimiz mumkin. Bu kvadrat qavslar orqali amalga oshiriladi. Boshlang'ich va oxirgi elementni yozish kerak bo'ladi, ya'ni oxirgidan bitta oldingi, ya'ni 0-dan hozir ikkinchigacha oladi. Bu indekslar deyiladi. Indekslar bu o'sha elementlarning joylashuv o'rni hisoblanadi. Indekslarni hisoblash esa boya aytganimdek dasturlashda 0 dan boshlanadi. Ya'ni birinchida turgan bu 0-indeks, ikkinchida turgan bu birinchi indeks, ya'ni 0, 1, 2, 3 shaklida bo'ladi. Kodni ishlatib ko'rsak, P7 chiqyapti, ya'ni 0-indeksdagi birinchi indeks va ikkinchi indeksdagi elementlarni qirqib olyapmiz bu yerda. Shu tarzda xohlagan gap yoki matnimizdagi qaysidir qismni qirqib olib turib, alohida o'zgaruvchiga biriktirib, undan foydalanishimiz mumkin. Boshlang'ich qiymati bu gacha degan ma'no, ya'ni 0-o'rinda turgandan, ya'ni Pdan Hgacha deyiladi, ya'ni mana bu yerda 3-chi, 0, 1, 2, 3 bo'lsa, Hgacha, ya'ni Pni o'zi kirmaydi, T kiradi. Bundan tashqari quyidagi ko'rinishdan qilib olishimiz mumkin. Bo'sh va sonni ko'rsatsak, bu o'sha songacha bo'lganlarni barchasi, ya'ni bu tomondagi barchasi, ya'ni 5 mana bo'sh joyga to'g'ri kelar ekan, bu tomondagi hammasini bizga chiqarib berdi. Quyidagicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Son va son ko'rganimizdek, bir tomonga son qo'ymaymiz, ya'ni nechidan boshlanishini aytmaymiz va ammo
nechinchi elementgacha olish kerakligini aytamiz. Bunda undan oldingi hammasini oladi yoki nechinchi elementdan olish kerakligini aytamiz. Misol uchun 5-elementdan 2 nuqta qo'ysak, oxirgi elementgacha degan ma'noni anglatadi. Stringni o'ziga tegishli bo'lgan ba'zi metodlar ham mavjud, ya'ni tayyor funksiyalar. Misol uchun hello world degan bizda string bor deylik, o'zgaruvchimiz string typeida. Endi upper metod orqali, ya'ni yangi o'zgaruvchi yaratamiz va string bu o'zgaruvchini chaqiryapmiz. Bizda mavjud bo'lgan tekstni olyapmiz va unga upper metoddan foydalanib murojaat qilyapmiz. Bu degani upper funksiyasi nima ish qiladi? Upper funksiyasi bu stringdagi barcha harflarni katta harfga o'zgartirib beradi. Ya'ni hello world ko'rinishiga o'zgartirib berdi. Buni stringga saqlashimizdan sabab bu ayni stringdan, ya'ni ayni o'zgaruvchini o'zini o'zgartirishga qodir emas, ya'ni buni ustiga yozishga qodir emas, balkim undan nusxa olib o'sha nusxani o'zgartiradi. Agar biz aynan uni ustiga yozmoqchi bo'lsak, buning uchun substring o'zgaruvchimizni nomini xuddi string bilan bir xil qilib o'zgartiramiz. Ya'ni mana bu holatda string qilib o'zgartirsak, bu barcha va buni ustiga saqlanadi. Ya'ni yangi o'zgaruvchi hello world shaklida saqlanadi. Ammo hozir kerak emas. Endi string o'zgaruvchimiz, ya'ni mana shu lower funksiyasi ham mavjud. Lower funksiyasi endi bu o'sha upperni teskarisi, ya'ni barchasini kichik harfda yozib beradi. H va W harflari katta harf deydi. Capitalize funksiyasi esa faqatgina boshidagi birinchi, ya'ni gaplarni boshidagi birinchi harfini katta bilan yozib beradi. Replace funksiyasi mavjud. Replace funksiyasi o'sha tekstdagi qaysidir so'zni belgilaysiz birinchi va o'sha so'zni o'zgartirmoqchi bo'lgan so'zni kiritasiz va o'sha bilan almashtirib beradi. Bizni holatda hello world so'zi bor edi. Endi world so'zini o'rniga dunyo degan so'zni almashtirib qo'y demoqdamiz. Shunda hello dunyo deb alishtirib qo'ydi. Replace funksiyasi bu tekstda bir necha bor, misol uchun bu uzun tekst bo'lsa, yana nimadir so'zlar bo'lsa, o'shanda nechta word qatnashgan bo'lsa, hammasini dunyoga o'zgartirib qo'yadi. Ya'ni ommaviy, massaviy ta'sir qiladi. Endi listlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Listlar bu bir nechta elementlarning yig'indisi, to'plami deb tushunish mumkin. Listlar turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Misol uchun integers listlar, ya'ni butun sonlardan iborat listlar yoki stringlardan iborat listlar yoki mixed data type list deyiladi, ya'ni aralash, ya'ni butun sonlar ham bor, string typeidagi har xil typedagi ma'lumotlar bo'lgan listlar ishlatib olamiz. Misol uchun bizda hello degan so'zimiz bor va uni string degan o'zgaruvchiga tenglashtirganmiz, ya'ni hello degan so'zimiz bor. Uni agar listga aylantirsak, list kaliti so'zi orqali listga aylantirsak, bu quyidagicha ko'rinishga keladi. Kvadrat qauslarda yozilsa, bu demak list. Quyidagicha, ya'ni har bir harf alohida bir element sifatida qaralib bo'lib chiqiladi. Endi type'ini qarasak, list type bu. Boshqa ma'lumot turidagilarni list funksiyasi orqali ushbu ma'lumot turiga o'tkazish mumkin. Bizda quyidagicha raqamlar listi mavjud. Bu listdan stringlarda bo'lgani kabi elementlarni, ya'ni har bir element alohida hisoblanadi. Elementlarni qirqib olishimiz mumkin. Xuddi boyagi ko'rinishda. Bu yerda manfiy sonlardan ham foydalanish mumkin, ammo manfiy sonlarning boshlanishi birdan boshlanadi, ya'ni -1, -2, -3. 10 bu yerda oxirgi son -1 indeksda turibdi. 9 -2 indeksda turibdi degan ma'noni anglatadi. Bu string kabi listlardan ham qoladigan bo'lsak, misol uchun -2. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, boshlang'ich qiymat berilmagan, ya'ni oldin aytilgandek boshlanishdagi barchasi olinadi -2 gacha, ya'ni -2 gacha, shunda 8. -2 esa 9 ga teng. Listlarga ishlov berishda, ulardan foydalanishda sikllardan ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun bu kodda in kalit so'zi orqali list elementlari oxirigacha sikl aylantirish mumkin. Element bo'lgani uchun 3 marta sikl aylanadi. Va 3 marta sikl aylanganda bu yerdagi fruit, ya'ni biz oldindan i harfi bilan belgilaganimiz
ushbu listdagi har bir elementga tenglashib chiqadi. Ya'ni birinchi aylanishda u Apple'ga tenglashadida, Apple yozuvi chiqadi. Keyingisida banana, keyingisida cherry kabi. Quyidagi misolda esa shunday shart berilgan bo'lsin: listdagi barcha sonlarning yig'indisini topish kerak. Biz ushbu koddan foydalanishimiz mumkin. 66. Endi tahlil qiladigan bo'lsak, sum degan o'zgaruvchi yaratilgan, uning qiymati 0. Numbers degan xuddi boyagidek, mana bu holatdagidek list elementlari ichidan sikl aylanmoqda, ya'ni num listning har bir elementiga tenglashib chiqmoqda. Birinchi aylanishda misol uchun 1 ga, keyin 2 ga, keyin 3 ga, keyin 4 ga teng bo'ladi. Va sum o'zgaruvchisi 0. 0 ga birinchi 1, keyin 2, keyin 3, keyin 4 qo'shib boriladi. Va har biri qo'shib borilgandan keyin umumiy natija sum ko'rinishida chiqadi. Listlarga ishlov berishda o'zlarini tayyor metodlari ham mavjud. Misol uchun bizda shunday list bor. 1 dan 5 gacha sonlardan, butun sonlardan iborat list. Biz agar listga yangi son qo'shmoqchi bo'lsak, ya'ni yangi element qo'shmoqchi bo'lsak, bu yerda har xil type'da bo'lishi mumkin. Shunchaki bizniki int type'ida bo'lgani uchun son qo'shmoqchi bo'lsak deyapman. Yangi son qo'shmoqchi bo'lsak, yangi element qo'shmoqchi bo'lsak, append funksiyasidan foydalanamiz. Bu yerda list, append funksiyasi hamda list ichiga kiritmoqchi bo'lgan elementimiz. Va quyidagicha list bizda hosil bo'ldi. Insert metodi orqali ham listga element qo'shishimiz mumkin. Faqat biz bu e'tibor bergan bo'lsangiz, append funksiyasi faqat oxiridan qo'shib boradi. Biz esa ma'lum bir joylashuvni qo'shmoqchi bo'lsak-chi, insert funksiyasidan foydalanamiz. Misol uchun 2, 7, ya'ni ikkinchi indeksda 7 raqamini joylashtir degan ma'noni anglatadi. Ya'ni 0-indeks, 1-indeks, 2-indeks. 2-indeksda hozir 3 raqam turibdi. Endi o'sha 3 ni joyiga 7 ni qo'shish kerak. Shunda qolganlari bir xonadan suriladi indeks raqamlari. Mana 2, 0, 1. Endi ikkinchi indeksga 7 raqamni qo'y. Bu yerda element yoziladi. Bu string bo'lishi ham mumkin edi. Remove funksiyasi orqali qaysidir element o'chirilishi mumkin. Faqat indeks berib yuboriladi remove'ga. Elementni o'zi emas. Endi bu yerda yo'q. Pop funksiyasi orqali ham olib tashlashimiz mumkin. Faqat bunda pop funksiyasida o'sha elementni indeksi beriladi. Ya'ni o'sha 4-indeksda turgan element o'chirilsin. Bu holatda 5. 5 ga teng 5 o'chirildi. Indeks funksiyasi orqali o'sha element nechinchi indeksda turganini bilib olishimiz mumkin. Misol uchun men bir raqamni bilaman, u nechinchi indeksda turganini bilmayman. Demak, u 0-indeksda turgan ekan. Listlar doim mana bunday tartibda bo'lmasligi mumkin, ya'ni aralash bo'lishi mumkin, bir oxirida, o'rtasida. Shunday holatlarda sort metodidan foydalanamiz, ya'ni bu funksiya listlarni o'sish tartibida joylashtirib beradi. Ya'ni 1, 2, 4, 6, 7. Oldin 1, 2, 7, 4, 6 edi. Reverse funksiyasi orqali esa biz har qanday listni teskari tartibda yozishimiz mumkin. Misol uchun 1, 2, 4, 6, 7 bo'lsa, endi 7, 6, 4 ketma-ketlikda, ya'ni orqadan oldinga qarab yozib beradi. Listlarda yana bir shunday tushuncha bor, ya'ni nested list deyiladi, ya'ni ichma-ich joylashgan list yoki listni ichida joylashgan list deyiladi. Bu quyidagicha bo'ladi. Mana umumiy bitta list tarixdagi, keyin uni ichidagi bir dona element ham list. Ikkinchi element ham list ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni ikkita elementi bor. Ularni o'zi ham list. Mana shu nested list deyiladi. Ammo shunday holatda ham biz ushbu listlarga murojaat qilishimiz mumkin. Misol uchun 0 qilsak, ya'ni indeksi bo'yicha murojaat qilyapmiz. Bu kodni ishlatsak bizga birinchi element kelib chiqadi. Mana birinchi element keldi. Bizga ikkinchi element kerak bo'lsa, ya'ni indeksi bo'yicha 1 da turgan element kerak bo'lsa, ya'ni bu qism kerak bo'lsa, mana bunday qilib olamiz. Bu ikkinchi elementni ichidan ham bizga faqatgina misol uchun 4 yoki 5 kerak bo'lsa-chi, misol uchun 5 kerak bizga. Shunda biz birinchi elementni olib oldik va uni ichidan yana murojaat qilishimiz uchun, ya'ni xuddi listlarga oddiy murojaat qilganda yana to'rtburchak kvadrat qavusdan foydalanamiz va bu 0-elementda turibdi, bu birinchi elementda turibdi. Shunda yana 1 ni kirsam menga 5 ni chiqarib beradi. Ya'ni tushungan bo'lsangiz, biz bu umumiy listimizda bir nechta
listlar joylashgan va har bir listlar bitta element sifatida tushuniladi. Agar bizga umumiy bitta element, ya'ni bitta list kerak bo'lsa, shunchaki bir dona to'rtburchak qavs bilan uni indeksini yozsak kifoya. Ammo bizga o'sha element ichidagi, ya'ni o'sha listdagi qaysidir element kerak bo'lsa, yana bitta to'rtburchak qavs yozib, o'sha element ichidagi indeksini yozishimiz kerak bo'ladi. Umuman olganda, nested list haqida unchalik bosh qotirmasangiz ham bo'ladi. Buni keyinchalik qayta ko'rib chiqish mumkin yoki bu asosan matrisalar bilan ishlaganda ko'proq kerak bo'ladi. Tuple'lar ham Pythondagi strukturalangan ma'lumot turlaridan biri hisoblanadi. Ular listlar bilan deyarli bir xil ko'rinishda. Ular ham int tipidagi, string tipidagi yoki mixel data type'dagi bo'lishi mumkin yoki bo'sh ham bo'lishi mumkin. Listlar ham bo'sh bo'lishi mumkin. Ularning asosiy farqi mana bunday oddiy qavslar bilan yoziladi, kvadrat qavslar bilan emas. Va listlardan asosiy farqi biz tuple'dagi ma'lumotlarni o'zgartirib, yangilay olmaymiz. Ya'ni ularga o'zgartirish kirita olmaymiz. Faqat ulardan foydalanishimiz, ularni olishimiz, olgandan keyin qaysidir boshqa o'zgaruvchiga biriktirib, o'sha o'zgaruvchini o'zgartirishimiz mumkin. Lekin tuple'larni o'zini o'zgartira olmaymiz. Tuple'larning ham o'ziga yarasha metodlari bor va tuple'larda ishlaydigan barcha metodlar listlarda ham ishlaydi. Listlarda ishlaydigan metodlarning ham juda ko'pi tuple'larda ishlaydi. Ya'ni bir-birida ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun len deb nomlangan metod, ya'ni funksiya, bu uzunlikni ko'rsatadi. Uzunlik deganda bu nechta element borligini. Misol uchun tuple 2da mana tuple 2da 3 element bor. 1 2 3. Bunda bu kodni yursam 3 raqami chiqadi. Ya'ni nechta element borligini. 1 2 3 ta element bor. Min bu eng minimal sonni chiqarib beradi bizga. Misol tuple 1da ekan bu, tuple 1da eng minimal son bu 1. Tuple 1dagi max bu eng maksimal sonni chiqarib beradi. Ya'ni eng kattasini chiqarib beradi sonlarni. 5. Element 5 mana. Sorted tuple boyagi kabi bizga tartiblab beradi, ya'ni o'sish tartibida. Keyin biz listlarni tuple'ga aylantirishimiz mumkin. Bu tuple funksiyasi orqali amalga oshiriladi. Boya bu yerda list funksiyasi bor edi. Listga aylantirish uchun bu yerda tuple funksiyasi mavjud. Dictionary lug'atlar. Lug'atlar quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Lug'atlar tuple va listlarga o'xshab ketadi. Faqat bu yerda key va value degan tushunchalar mavjud. Ya'ni bizga qaysidir element kerak bo'lsa, oldin indeksga murojaat qilib turib elementni olayotgan bo'lsak, bu yerda keyga murojaat qilib valueni, ya'ni kalit orqali qiymatni olamiz. Ya'ni bu yerda misol uchun agar a ga murojaat qilsak, bu bizga 1 ni qaytaradi. b ga murojaat qilsak 2 ni qaytaradi. Bizda quyidagicha lug'at mavjud ekan. dict1 degan o'zgaruvchiga tegishli. Ushbu lug'atning key va valuelarni alohida olmoqchi bo'lsak, quyidagicha sikldan foydalanib olishimiz mumkin. Ya'ni for sikli key value degan alohida o'zgaruvchilar yaratamiz. In kal so'zidan foydalanib dict items funksiyasidan foydalanamiz. Bu bizga ham kaltni ham valueni qaytaradi va kaltni keyga, valueni esa valuega, ya'ni qiymatni esa valuega birlashtirib, bu yerda print orqali chop etiladi. Va mana kalit a qiymat 1, ya'ni a ga murojaat qilsak 1 natija qaytaradi. b ga murojaat qilganimizda 2. Lug'atning ham o'z metodlari mavjud. Ya'ni agar biz lug'atdagi kaltlarni ko'rmoqchi bo'lsak, ya'ni keylarni ko'rmoqchi bo'lsak, o'sha lug'at .case funksiyasidan foydalanamiz. Va bu bizga to'liqligicha kaltlarni qaytarib beradi. Agar qiymatlarni ko'rmoqchi bo'lsak, values orqali qiymatlarni ko'rishimiz mumkin. Items orqali esa ham kaltlar, ham qiymatlar, unga tegishli bo'lgan qiymatlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizda oldindan biz ko'rmagan dictionary mavjud, o'sha lug'at mavjud va o'sha lug'at haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsak, itemsdan foydalanamiz va u quyidagicha qaytaradi. Boyagi for funksiyasida ham xuddi shunday natija qaytayotgandi, faqat undan qaytayotgan key va valuelarni quyidagi o'zgaruvchilar birlashtirganimiz uchun alohida chiqaruvdik. Get funksiyasi esa bizga lug'atdan kalit orqali qiymatni olishga yordam beradi. Misol uchun men s harfini berib yuborsam, ya'ni s ni berib yuborsam, menga natija qaytardi. Bu yerda kalit s, qiymat esa
uch. Bu xuddi tarjimon lug'atga o'xshaydi. Ya'ni oddiy ingliz tili lug'atlarini barchamiz ko'rganmiz. Ingliz tili, o'zbek tili o'shanga o'xshaydi. Misol uchun salom degan so'z bo'ladi. O'zbekcha, inglizcha bo'lsa salom degan so'z bo'ladi. Bu yoqda hello degan qiymati turadi. Ya'ni uni tarjimasi turadi. Bu xuddi shunday narsa deb tushunsangiz bo'ladi. Salom deyilganda hello natija qaytaradi. Ya'ni s deyilganda 3 natija qaytaradi. Biz lug'atda oldindan bo'lmagan elementlarga murojaat qila olmaymiz. Ya'ni misol uchun d yo'q, bizning lug'atimizda d yo'q. Murojaat qilmoqchi bo'lsak, u xatolik beradi. Shuning uchun bizda getda shunday funksiya berilganki, agar biz mavjud bo'lmagan kalitga murojaat qilsak, bu non qiymat qaytaradi. Mana yo'q deydi. Ammo get funksiyasining yana bir shunday imkoniyati mavjud. Agar biz mavjud bo'lmagan kalitga murojaat qilsak, bizga o'zimiz xohlagan qiymatni qaytarish, misol uchun 0 degan qiymat qaytar desak, bu bizga 0 javob qaytaradi. Ya'ni bu 0 bunday kalit yo'q degan ma'noni anglatadi. Bizda pop degan funksiya ham mavjud. U lug'atdan o'sha elementlarni, ya'ni kalit va qiymatni kalit orqali kalit va qiymatni olib tashlash uchun ishlatiladi. Pop bir vaqtning o'zida ikkita vazifasi bor, ya'ni asl lug'atdan o'sha qiymatni olib tashlaydi, ammo bir vaqtning o'zida o'sha qiymatni qaysidir o'zgaruvchida saqlasa bo'ladi. Ya'ni o'sha mana values degan o'zgaruvchiga saqlasak, endi qachon valuesga murojaat qilsak, u bir raqamiga teng, ya'ni mana shu qiymatga teng bo'ladi va bir vaqtning o'zida u avvalgi asl lug'atdan bu qiymatlarni olib tashladi. Bundan tashqari lug'atni butunlay tozalab tashlaydigan, ya'ni bo'sh lug'at yaratadi, empty qilib qo'yadi. Buning uchun dict clear dan foydalanish mumkin. Ya'ni o'sha biz beradigan dictionary, lug'at va clear funksiyasi umuman tozalab tashlaydi. Endi ko'rib chiqadigan narsamiz bu function, ya'ni funksiyalar. Funksiyalar bu bir vazifani bir necha marta bajarmaslik uchun ishlatiladi. Ya'ni bir kodni bir necha marta yozmaslik uchun bajariladi. Misol sifatida quyidagi misolni keltirish mumkin. Pythonda funksiyalar def kalit so'zi bilan boshlanadi hamda funksiyaning nomi yoziladi. Bu nomni o'zingiz berasiz va qaus ochib yopiladi. Oddiy yumaloq qaus ochib yopiladi hamda uni parametrlari beriladi. Bu parametrlar istalgancha bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi ham mumkin. Lekin asosiy kodlarda bu parametrlar albatta bo'ladi. Keyin bu funksiyaga murojaat qilinganda, ya'ni o'sha parametrlar kelganda va funksiya chaqirilganda, o'sha funksiya ichidagi kod bloki bajariladi. Misol uchun funksiyani qanday holatda ishlatishimiz mumkin? Ushbu misolni ko'rib chiqamiz. Ushbu funksiyani avval ishlatamiz. Bu oddiy ikki sonni qo'shib beradigan funksiya. Ya'ni a son keladi va b son keladi. A qiymat va b qiymat keladi. Hamda ikkalasi qo'shilib chop etiladi, ya'ni print qilinadi, chop etiladi. Misol uchun bizda quyidagicha o'zgaruvchilar mavjud. A va b degan sonlar mavjud. Funksiyaga murojaat qilishimiz uchun ushbu funksiya nomini yozamiz hamda ushbu funksiyaga qiymatlarni berib yuboramiz. Ya'ni o'zgaruvchilarni berib yuboramiz. Bu 15 qaytardi. Bu qayerda bajarildi desangiz, ushbu funksiyada bajarildi va chop etildi. Endi bizda shunday holat bor. Misol uchun 10 doim ham 10 ga 15 ni qo'shmaymiz. Misol uchun bu boshqa son bo'lishi mumkin. Har bir foydalanuvchi ixtiyoriy sonni kirgizishi mumkin bu yerga, to'g'rimi? Mana misol uchun keyingi safar 12 bilan 23 keldi. Va biz yana xuddi shu funksiyaga shunchaki murojaat qilib turib, xuddi o'sha kodni ishlata olyapmiz. E'tibor berdingizmi? Men qayta yozishim shart emasda bu. Misol uchun a ga b ni qo'shish degan kodni, ya'ni funksiyani bir marta yozaman va istalgancha unga murojaat qilaveraman. Ya'ni qachonki ikkita sonni qo'shish ehtiyoji menda tug'ilsa, bu funksiyaga murojaat qilish orqali uni bajaraveraman. Ya'ni qayta har safar yozib o'tirishim shart emas. Va bu yerda yana bir narsa bor. Misol uchun bu yerning o'zida to'g'ridan to'g'ri son qiymatlarni berib yuborishim ham mumkin. Ya'ni bu aynan o'zgaruvchi jo'natmasdan. Funksiyaga nom tanlashning ham ba'zi bir qoidalari bor. Misol uchun bu yerda myfunc deb qo'yganman.
Ammo misol uchun funksiyaga beriladigan nomlar raqam bo'lmasligi kerak. Keyin bo'sh joy qoldirilmasligi kerak. Faqatgina past chiziqdan foydalanishingiz mumkin. Boshqa simbolik belgilardan foydalanish mumkin emas va iloji boricha harflardan foydalanish tavsiya qilinadi. Hozirgi holatda biz funksiya faqat chop qilishini istayapmiz. Ya'ni shu yerni o'zida vazifa tugayapti, dastur tugayapti. Ammo bizda shunday holatlar ham bo'lishi mumkinki, ya'ni biz ikki sonni qo'shamiz, ya'ni boyagi funksiya kabi ikki sonni qo'shamiz, ammo ikki sonni qo'shib turib, yig'indini topib, yana nimadir vazifa bajarishimiz kerak. Misol uchun ikki sonni qo'shgandan keyin o'sha chiqqan yig'indidan misol uchun ikkini ayirishimiz kerak, ikki sonini ayirishimiz kerak. Bunday holatda bu funksiya yaroqsiz bo'ladi, chunki bu natija chop qilyapti va bu natijaga hech qanday amal bajara olmayapmiz. Mana shunday holatlarda shunchaki funksiyadagi qiymatni chop etmasdan keyinchalik qandaydir amal bajarish uchun return kal so'zdan foydalanib qaytarishimiz va qaysidir o'zgaruvchiga biriktirib turib, o'sha o'zgaruvchi ustida amal bajarishimiz mumkin. Misol uchun buni komment qilib turaman. Bu funksiyani ishlataman. Endi bizda myfunc degan 2 degan alohida funksiya bor. Bu return orqali qaytarilyapti. Returnga istalgan narsani berib yuborsa bo'ladi. Bu yerda istalgan natijani berib yuborsa bo'ladi. O'sha funksiya javob sifatida qaytaradi. Agar hech narsa bermasangiz, u ham none qiymat qaytaradi, ya'ni bo'sh degan qiymat qaytaradi. O'sha funksiyaga a va b ni beryapmiz. Bu o'sha a ga b ni qo'shish funksiyasi. Natija s o'zgaruvchini saqlayapti va s o'zgaruvchini natijani qaytaryapmiz. Bu yerda a ni va b ni beryapman. 3 va 4 va result print 7. E'tibor bergan bo'lsangiz, dastur ishlayapti. Endi boyagiday misol uchun bu qismni olib turib, ayirish degan yana bitta o'zgaruvchi yarataman-da, mana. Resultdan, ya'ni funksiyadan qaytgan natijadan 5 ni ayirayman va print qilib endi chiqarsam, endi chop etishim kerak bo'lsa, natija 2 chiqdi. Ya'ni aslida bu ikkalasini qo'shganda funksiyadan natija 7 qaytdi va o'sha 7 ga yana ishlov beryapman. Ya'ni funksiyadan qaytgan natijaga endi ishlov bera olaman. Bu return orqali kelgani uchun. Bundan tashqari lambda funksiyalari ham mavjud. Bu boyagi shorthandlarga o'xshagan narsa, ya'ni bir qator, ikki qatorning ichida funksiya yozish, bir qatorni o'zida funksiya yozish deb tushunsalar bo'ladi. Lambda funksiyasi bu oddiy hollarda, ya'ni oddiy funksiya tuzish mumkin bo'lgan hollarda ishlatiladi. Murakkab funksiyalar uchun esa alohida def shaklida standart funksiya yaratish kerak bo'ladi. Lambda funksiyasi quyidagicha lambda kal so'zi bilan yaratiladi. Misol uchun bizga shunday shart berilgan bo'lsin. Bizda list bor va bu listdagi har bir elementni 2 karra oshirish kerak, ya'ni kvadratga oshirish kerak. Biz buning uchun funksiya yozishimiz mumkin. Def qilib, misol uchun kvadrat funksiya deb ochib, berib yuborib, standart funksiya yozishimiz mumkin. Ammo buni lambda orqali bir qatorda amalga oshirish ham mumkin. Lambdani yozilish strukturasi quyidagicha. O'zgaruvchi yaratiladi. Bu lambda funksiya teng bo'lishi kerak bo'lgan o'zgaruvchi, xuddi misol oxirida print qilingan ayirish kabi. O'zgaruvchi yaratiladi. Lambda kal so'z yoziladi funksiyasi hamda lambda funksiyaga keladigan qiymat, ya'ni u qandaydir qiymat qabul qilish kerak-ku, boyagi parametr, mana a, b qabul qilyapti. Xuddi shunga o'xshagan lambdaga keladigan qiymat yoziladi hamda 2 nuqta bajarilishi kerak bo'lgan amal yoki vazifa yoziladi. Endi bizni listimiz, ya'ni boyagi a va b ga o'xshagan parametrimiz, listimiz endi result o'zgaruvchisi yaratilyapti. Map esa Pythondagi yana bir funksiya hisoblanadi. Ya'ni ikkita joylashuv o'rniga qarab ikkita narsani bir-biriga qo'shishga yordam beradi deb tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni bir-biriga murojaat qilishga yordam beradi deb tushunsanglar bo'ladi. Square, ya'ni boyagi lambda funksiyamiz hamda numbersni bir-biriga bog'layapmiz. Ya'ni bir-biriga murojaat qilyapti bular. Bizga 1 boryapti hamda uni kvadratga oshirilyapti. 2 boryapti, kvadratga oshirilyapti. 4 bo'lyapti. X 3 ga teng bo'lyapti, keyin kvadratga oshirilyapti. Va oxirida har biri resultga saqlanyapti. Bir chekkadan xuddi shunday list bo'lib saqlanyapti. Uni har ehtimolga qarshi list ko'rinishida saqlayapmiz biz va chop etyapmiz. Ro'yxatimiz 2 karraga oshganini ko'rishingiz mumkin.